Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va YouTube kuzatuvchilari. Bugun biz Namangan viloyat Uchqo'rg'on tumanidamiz. Uchqo'rg'on tumani Qayqi Uchqo'rg'on yo'nalishida yo'l bo'yida bu yerda belanchaklar sotishyapti ekan. Birinchi qo'l ustani o'zidan arzon narxda, o'rtacha emas, arzon narxlarda bemalol xohlagan razmerlarda zakaz qilsanglar ham bo'lar ekan. Ustamiz yonimizda turibdilar, o'zim mashinam. Bemalol shu ekran ostida telefon raqamlariga telefon qilsanglar, ustani o'ziga bog'lanib zakaz qilsanglar ham bo'laveradi. Buni xohlagan razmerda zakaz qilib berilaveradi. Albatta, xohlagan razmerlarida Zakaz qilib berilaveradi. Buni razmerlari qanaqa? Birinchisidagilar. Buni razmeri birinchisi 1 ga 50, aha, 1 ga 50, uzunligi 1 metr, bu yoq 50 sm. chuqurligimiz 30 sm. Har bir oramiz 10 sm-dan. 10 Hali fanerlar mana qatirilmagan, qatirib chiroyli qilib beramiz. Bu endi yasaldi. Panelni qotirib chiroyli holatga keltirib beriladi. Shu holati 550 ming so'mga, Shu holati bizga 550 ming so'mga qilib beriladi. Xohlovchilar uchun dastavka xizmatlari ham bor. Dastavka xizmatlari bor. Kelishilgan holatda dastavka xizmatlari ham qilib beriladi. Ko'rib turganinglardek, bu yerda pachinnilik, bu tomonda ham pachinnilik. Buni tebratganda g'ichillagan bunaqa ovozlar chiqmaydi. Mana ko'rib turganinglardek chiroyli tebranib turibdi. Bunisi 550 ming so'm. Keyingisi bunisi boshqa fasondagisi. Bu yog'iga ko'rib turganinglardek, bu ham pachinnilik. Bu yoqda 4 ta pachinnik, bu yoqda 2 ta pachinnilik. Bunisi 650 ming so'm. Bu 650 ming so'm. Buni ham taylarga fanerlar qoplanadi. Bu hozir yasalgan holatda panellar qoplanadi. Fanerlar qoplanadi. Chiroyli holatda qilib beriladi. Pachinniklarni ham ko'rib ko'rasizlar. Kraskalari ham shu toza kraskadan sepilgan. Albatta, toza kraskalar. Yuk ko'tarishlari bemalol. Mana yuk 100 kiloni bemalol ko'taradi. 100 kiloni bemalol ko'taradi. Bunisi ham shu. 100 kilo yukim bor mana. Bemalol ko'tarib. Bitta bola chiqsa 15 kilo atrofida chiqadi. Hozir 100 kilo yukni bemalol ko'tarib turibdi do'stlar. Chiqib ham ko'rsatib berildi, realni. Bunisiga ham ko'rsatib berildi. Kimga shunaqa belanchaklar kerak bo'lsa, ekran ostida telefon raqamlariga telefon qilib, bemalol bog'lanishingiz mumkin. Vodiy bo'ylab dastavka xizmatlari bor do'stlar. Barchaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'lasizlar.